Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Taniqli xonanda Ozoda Nursaidova sevgan insoni kimligini ommaga oshkor qildi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek shou biznes olamining yorqin vakilasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Ozoda Nursaidova ijtimoiy tarmoqlarda shunday post qoldirgan. Ozoda Nursaidova: meni yaxshi ko'radigan odamim bor. Menga sovchi qo'yganlar 18-20 yoshli yigitlar. Sizni yaxshi ko'raman, uylanaman deyishadi. Men sizni sevgingizga ishonadigan jin emasman-ku, endi bu ahmoqgarchilikni yig'ishtiring deb xabar bergan. Ayrim onalar uyalmasdan yosh bolalarini mening oldimga olib kelishadi. Sizga o'g'lim uylanmoqchi deb meni ustimdan mazax qilishmoqchi bo'lishadi deb xabar bergan Ozoda Nursaidova o'zining ijtimoiy tarmoqlarida. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.